Oğlum. Xullas, oyim qishlog'i chiroyli. Qaysi ko'cha ekan bu? Lekin mana asfaltlari ko'chalar. Saodat xolalar uyi. Odamlar ham bu ko'chani tark etmaydi. Choq qarang, mana bir guruh ayollar kelyapti. Assalomu alaykum. Qo'shnilar. Zamira xola, Muhabbat opa, Minojat opa, Saodat xola, Islom xola. Dadam o'tirishini qara Muhammad bilan. Yo'llarimiz asfalt emas, beton deydi. Bozorimiz qiynalgan. Naptog'ani qara xotinlar ichida. Maktablarga. Qanday zo'r bo'lganda, grantlarni bil mana hammamizni xonadonimizga bemalol suvlardan qiynalmaymiz. Endi qayerga ketyapsizlar? Hozir Umradan kelibdi. Bir jo'ramiz. Shuni borib bir ziyorat qilmoqchimiz. Bu qishloqda ayollar bir-birini jo'ra deydimi? Ha, digona, jo'ra. To'g'risini aytsam, shu qishloqda nomi ham oyim bo'lgani uchun ayollar faolmi deyman? Erkaklarimiz ham nihoyatda faol. Bir-biriga agar bitta ish boshlashsa, hamma chiqadi. Shu jo'ra degani erkak ishini ham shular qiladimi? Ya, erkak ishini deganda tushunganda jo'ra deganda bular ittifoqligini aytib, ittifoqligida aytib, shuni aytgan nazarda tutib aytyapti bu gapni. Ha, erkak ishini. Erkak o'z ishini qiladi hammasi. Kerak bering Nevara qochib Karim opa ham bor ekan. Abjon aka nevaralarni qo'yib qo'yardilar. Adalari olim. Kimiklar. Eng oyimimiz va shu nima bo'yicha olim bolalar. Universitetda Islom xola ham bor. O'g'lim bor. Ikkalasi Osiyoxon narsa sotyapti. Damasda. Ustini biologiya. Abjon aka maktabga borish istagi tug'ilib qoldi. Maktab necha kilometr shu yerda? Yaqin. Piyoda boraymi? Lekin ana yerda motormi, nima edi, nonoti? Bobirni munisi. Murabiy. Munis deysizlar murabbiyni. O'shanga minib borsam-chi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi hozirgi nimamizga sharoit. Yo'q, qiziq ekanda. Yo'q, men isbotlamoqchiman-da. Babaki mana shu asfalt yo'llardan munismida ota. Demak, rusumini ham bilib oldim. Ma biz uy ekan. Uyimiz oldida turishibdi-kanda. Ayollar, sizlar So'pajon, mahallami oyimlariga qo'yib bersangiz, sizni bu yerda kechgacha olib beramiz. Mana xonadonimga olib keling. Ibratli xonadonim. Shu xonadonimga bitta Opog'ini ibratli xonadon. ko'rib baho berib keting, opajon. Shu xonadonimga kirib kelsiz, men juda xafa bo'laman-da. Keyin unisda meni mayli maktabga borasizmi, bog'chaga borasizmi, xohlagan joyingizga borib, o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rib ketaverasiz. Mehmonga boshga kechikmaysizlarmi? Shunday kirib chiqay xonadonga. Ruxsat berasizlarmi? Sizlarni ko'rsatmasak munisga mindirib, o'sha bo'laveradi. Yuring, opajon. Xonadonlarimizni ko'rsatasiz. Sizlar o'tirib turinglarmi, aka? Qo'shni eshitadi o'tirib turar ekan. Opa. Assalomu alaykum, Zuhra opa. Assalomu alaykum. Mohiz opam ko'chalarimizni ko'rib, ko'chalar shunday obod bo'lsa, uylar qanaqa ekan deb jicha shubhalanuvdi. Sizni xonadoningizga yetalab, to'g'ri kelgan bitta xonadon deb aytdi. Sizni xonadoningizga yetalab kirdim-da, Zuhra opa. Tomosha qilyapsanmi? Voy, qaranglar. Aziz tomoshabinlar, uylarni ichi ham ozoda ekan, ya'ni hovli ham. Bu yoqda mana so'ri qilingan. Endi Andijonga kelsam, ko'chada ham parda qilishar ekanda bu yerda oyimliklar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Obodonchilik, pokizalikka nima yesin? Dilingiz ravshan. Pokiza yurasiz, pokiza yashaysiz. Va yangi kelgan kelinlarimiz ham undan andoza oladi. Ana. O'rganadi shu. Oyimda bu qonun. Endi O'zbekistonda o'zbek xalqida bu qonun-ku. To'g'ri. Endi qarasam, tomorqani ham to'sib qo'yibsiz-da, nega? Buni ham sababi bor. O'zbekchilik, musulmonchilik. Yozda issiq kunlarda mana bunaqa so'rinlarda o'tiramiz. Mehmon kelsa, Qizlar, kelinlar hovli tomonga o'tsa, pana bo'lib turadi. Eng birinchi foyda tomoni shu. Pardani orqasida hayo degan gapimiz isbotda. isbotda. Men qoyil qolamman, qadriyatlarni shunchalik saqlayapsizlar ekan. Haqiqatdan ham Mavlon aka shu uyda ichidan suv o'tadi deganlari rost ekanda. Eng pokiza sel suvida.
O'tmasa o'tkazamiz. Men olib u qo'shnimga o'tkazaman. U qo'shnim keyingi qo'shniga o'tkazadi. Ya suv oshxonani ichidan o'tibdi aziz tomoshabinlar. Masa ekanda chelakda mana bitta chelagingiz yo'qmi? Aziz tomoshabinlar, bu oshxona yozgi oshxonadan ichidan suv o'tadi. Suvni ichsa bo'ladimi yoki qaynatish kerakmi? Qaynatib ichiladi. Ha, mana Qaynatib ichiladi. Zuhroxon qozon davom yuvsalar ham qiynalmas ekanlar. Shundoq qilib oshxonani ichidan olib, mana shu suvni gazni ustiga qo'yib, ostovoqlarni yuvirar ekanlar yozda. Endi sizlarda tabiiy gaz, oqma gaz yo'q. Mana shu balonni Keltirilgan gaz yetkazib berib turadi. Raisimizga rahmat. endi odamni o'zini qo'lida ekanda o'tirgan joyini poklab, chiroyli qilib o'tirish ota. Madina fartugim kar. Kirishdanoq o'zingiz tashqariga qaytib chiqqisi keladi. Siznikiga oshxonagacha kirib keldik mana. Rahmat pokizalik uchun. Bu ham bir pokiza joyda farishtalar keladi deydi. Sizlar bilan rosa ko'p gaplashmoqchi edim. Ana ko'chadagi ayollarga va'da berib qo'yganman. Ko'chamizda Munis sizni kutib turibdi. Munisimiz ham bor. Kimniki u? Kimni ko'rasizmi? Bizniki, o'g'limniki. O'zim hayda olamanmi? Kalitini olib berasizmi? Hozirgi zamon o'zbek qizlari oyaga chiqmoqchi bo'lyapti-yu, Munis haydab deysizmi? Iltimos kalitini olib bering. Hadi ketdik. Tog'ang Munis ketdi Osiyaxon. Men o'rarkan xotinni. Mashina minib yurgan odamni men. Oyida necha anqayapsiz? Ko'rsa ko'rdi deydi, 32-chi umumiy o'rta maktabda. Aha. Pravda ekan. Kuyapsiz shekilli.